Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana o'sha Zico Game. Bugun sizlar bilan biz trade qilamiz. Ya'ni biz qishda qolib ketdik biz qaraylarda. Qishda basting mazza. Aytib qo'y, buni men hammasini survivalda o'rganman. Yo'q. Так, очень интересно. Pish. Qaraylarda mana ikkita bittasini qilib olmost bir balolar qaraylarda nima takoya sehrlangan oltin olmalarni men yig'ib olganman. Buni qaraylar, texnologiya ishi bu texnologiya. Bittagan bazza cho'milsa bo'ladi. Bu hojatxona. Keyin bet oshxona. Bitta narsa to'g'rayman. Bitta pishiraman. Bittan olaman. To'xta, bitta qaytdan keldi bu. Короче, buni biz menda olib baqa qo'ymoqchi edik, mana baqa. Soat necha bo'pti? Qani, qolipdan bilamiz. Ab bo'lyapti ekan iPhone 17 video ko'rib shirishib ketdim-a. Men izumrudlarim qani? Bitta izumrud yo'q. Bittachi. Bitta ham izumrudlar yo'q. Bitta ham yo'q. Izumrudlarim qani meni? Bittami? Izumrudlarim yo'q ekan. Demak biz unda qanday nima edi hali ham. Tushyapman. Neyse. Biz chet ellar bilan savdo qilish uchun chet ellar bilan savdo qilish uchun bizda narsalar yo'q bo'ladi. Mana bu qanaqa shitel ekan? Qanaqa sotuvchi shitel ekan? Bu 10 ta tovuq go'shtiga bitta zumrad berar ekan. Adashmasam menda tovuq go'shti bordi. Menda vobshe ko'p tovuq go'shti bordi. Ekranimizdan olamiz. 60 tovuq go'shtim bor ekan. Bu eski versiyaligi uchun taxminan nechaligini bilmayman. Shunaqada ish qilib. Undagidi. To'rtta. Qani sen nima sotsan, sayt qilamiz. Batta. Kalkulasiya savdo majmuasi. Yo'q, bismillah. Bo'lmasa ekan bitta. Savdo qilamiz. Toki chiqincha olam. Hamma narsani olamiz. Bu video tugadi.